Sizni ham kompyuteringiz yoki noutbukingizda mana bunaqa aktivatsiya Windows yozuvi chiqib qolyaptimi? Hozir bu yozuvni yo'qotishni o'rganamiz. Like bilan podpisatsiyani bosib qo'yasizlar. Ketdi. Agar sizlarda aktivatsiya Windows yozuvi chiqib turgan bo'lsa, biz birinchi navbatda puskga o'tamiz va bu yoqdan regedit deb yozamiz. Redaktor reyestri chiqadi. Shuni bosib turib, dani bosamiz va quyidagi papkalarga kiramiz. Birinchi bo'lib mana bu papkaga kiramiz. Keyin control panelga kiramiz va desktopga kiramiz. Pastroqqa tushamiz. Bu yoqdan paint desktop versionni topamiz. Buni izmenit qilamiz edi. 1 ni 0 qilib qo'yamiz. Va OK ni bosib перезагрузка berib yuboramiz. Mana aktivatsiya Windows yozuvi ham yo'qoldi. Mana foydali ma'lumotlarni ham bilib oldinglar. Bu videoni barcha do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. Ha aytgancha notebooklarni eng arzon narxda openshop.uz dan xarid qilishingiz mumkin. Bo'lib to'lash imkoniyati ham bor. Bunga faqatgina pasport bilan shaxsiy kartangiz kerak bo'ladi.